Assalomu alaykum barchaga. Real San va o'yin kuzatib boramiz. Sharhlaymiz xudo xolasa. Bu ham YouTube kanaliga albatta joylanadi. Yangi obunachilar albatta obunalanib qolishib, videolarda like, komment, izohlarni qoldirib, albatta foydali bo'ladi deb o'ylayman. Mana shunday kontentlarni mening kanalimda kuzatib borishingiz mumkin. Real San hisobda ham bir hafta hozircha hisobda Big Boss kutmoqda uni. Big Boss ancha kunga zarar yetkazib o'zini hisobiga yo'qlaydi. Real San push qilmoqda. Hisoblar tenglashdi. Real San yosh bo'lgan qaramay kuzatmoqda. Real San shartlarni eshitmayapti. Undan Big Boss taqib ketayotgani, lekin baribir uni o'z hisobiga yozib yaxshi. Big Boss bu narsani tushunmay ham qoldi. Shortbach Молодец, Real San'da 5 ochko. Ajoyib g'alaba bo'lishini ta'minlaydi albatta mana shunday. Big Boss o'zini yaqin do'stim bo'lsa ham u TV matchlarda unchalik ko'p o'ynamagan. Va TV matchlari haqida juda ham ko'p PUBG o'ynaydigan o'yinchilar to'liq qanday o'ynash kerak, qaysi tartibda bu haqida emas. 7-2 ochkolar farqi sezilarli darajada. Real San tovushlarni sezmagan ko'rinadi va o'rtadan taqib qo'ymoqda. 7-3 yaxshi. Real San navbatdagi ochkoni qo'lga kiritdi. Big Boss'ning gemichlari juda ham tarqalib ketmoqda. Sirpanib arena dedimda, sirpanib amalga oshirilmaydi. O'ynash 3 hisobi qayd etilmoqda do'stlar. Mana shunday matchlar har kun random shaklda yoki aynan avvaldan tashkillashtirilishi mumkin bo'lgan obunachilar tomonidan oldindan taxminim Real San g'alaba qozonish ehtimoli yuqoriroq. Ikkalasida ham juda ham XP'lar juda kam qolgan. Kutyapti. Chiqishni kutyapti. Push qilish. Real San spreylari juda ham to'g'ri yo'naldi va navbatdagi ochkoni tezkor harakatlanmoqda va Big Boss'ga qarshi push amalga oshirilmoqda.
14 ochkolar farqi yanada kattalashdi. Dedimda hech qanday kerak o'yinchilar. Bu haqda Big Boys qanchalik ma'lumotga ega men bilmayman to'g'risi, lekin ajoyib clutch Real Sam'dan o'yinchilarni yuqoridan kuzatamiz. Real Sam Big Boys o'zining chiqish nuqtasidanoq push amalga oshirgan holda yo'qotish amalga oshirmoqda. Katta farq. Bu narsa albatta Big Boysga ta'sir qilishi aziz do'stlar. YouTube kanalimiz haqida va Telegram kanalimiz haqida aytadigan bo'lsam, YouTube kanalimiz juda ham aktiv, yuqori, lekin juda ham ko'p kuzatuvchilar obuna bosmasdan 99% obunachilar obuna bosmasdan kuzatyapti. Kuzatuvchilar. Iltimos qilardim, obuna bosib keyingi yangi chiqadigan videolarni hammadan birinchi ko'rishni va videolarda like, komment, izohlarni qoldirishingizni so'rab qolardim. Bu narsa kanalimiz rivojlanishi uchun juda ham zarur. Mana shuni o'zi men uchun eng katta qo'llab-quvvatlash bo'lib qoladi albatta. Big Boys o'ng tarafdan olinmoqda. Real Sam joni oz qolgan bo'lsa ham uni yopib yubordi. Real Sam o'ng tarafdan push amalga oshirmoqda. Big Boys navbatdagi ochkoni o'z hisobiga yozib qo'ydi. O'yin 2 daqiqa yakunlanishga oz qoldi. Katta ustunlik bilan aytib o'tganimdek, oldingi taxmin 23-7 ochkolar, bu yanada keyinga kattalashishi mumkin ochkolar farqi. Navbatdagi ochkoni qo'lga kiritdi. Tedimda hech qanday yotib yoki sirpanib o'ynash amalga oshirilmaydi. Yaxshi, Big Boys navbatdagi ochkoni o'z hisobiga yozdi. U kutish rejimida o'ynayapti ko'proq, hech qanday push amalga oshirmayapti. Real Sam ajoyib harakat va navbatdagi ochkoni qo'lga kiritdi. Mana shu sirpanishni o'zi yo'q katta xatolik hisoblanadi. Yaxshi o'ynaydigan igroklar Big Boys navbatdagi yotib usuldan foydalandi. Big Boys haqida qisqacha, u device'da PUBG Mobile o'ynaydi. Katta ustunlik bilan Real Sam 27-10 ochkolar farqi bilan g'alaba qozondi.
Bugungi videomiz shu joyda yakun topadi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.